Davlatimiz rahbarining tegishli farmoni ijrosi doirasida viloyatimizda ham tizimli va manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Soliq organlari hamda hamkor idoralar tomonidan ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida viloyat byudjetiga qariyb 1,4 trillion so'm qo'shimcha manbalar aniqlandi. Shundan 2026-yil yanvar oyining o'zida 65 milliard so'm mablag' davlat byudjetiga yo'naltirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish sohasida davlat nazorati mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida Surxondaryo viloyatida maxsus yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Unda soliq obyektlarini to'liq hisobga olish, soliq bazasini kengaytirish va qo'shimcha byudjet mablag'larini ta'minlash vazifalari belgilab berilgan. Ushbu yo'l xaritasida belgilangan vazifalar ijrosi doirasida viloyat soliq boshqarmasi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Surxondaryo viloyati boshqarmasi hamkorligida 38 yo'nalishda qator ishlar amalga oshirildi. Natijada 2026-yil boshida viloyatda jami 1 trillion 373,6 milliard so'm miqdorida qo'shimcha byudjet manbalari aniqlandi. Surxondaryo viloyatida yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, soliq bazasini kengaytirish va foydalanilmayotgan zaxiralarni safarbar qilish orqali 2026-yilda byudjetga qo'shimcha daromadlarni ta'minlash maqsadida tasdiqlangan yo'l xaritasi asosida tizimli ishlar olib borilmoqda. Shuning natijasida 2026-yilning yanvar oyida byudjetga qo'shimcha manba sifatida 55,9 milliard so'm aniqlandi. Bu mablag'lar bo'yicha 69 milliard so'm, ya'ni rejaga nisbatan 123,4% qayta hisobot olindi. Shundan 65 milliard so'm yoki 116,2% mablag' davlat byudjetiga to'liq undirildi. Bu esa rejaga nisbatan 9,2 milliard so'm qo'shimcha mablag' undirish imkonini berdi. Ma'lumot uchun aytish joizki, Surxondaryo viloyat soliq boshqarmasi iqtisodiy tahlil va yashirin iqtisodiyotni aniqlash bo'yicha yangi shu'ba tashkil etildi. Mazkur shu'baning asosiy vazifalari yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish, soliq solish bazasini kengaytirish va shaffof faoliyatni ta'minlashdan iborat.